Ağamızın Umra safari bilan tabriklaymiz ağa. Rahmat. Umra safarına bir kişilik yo'llanma olib beramiz. Size 777 nomer sovg'a etamiz. Mashina aytasiz, nomashhurligini biza 777 nomer bakib beramiz. Ağa adı kim edi? Shamshod, Qozog'iston. Tohir, 4 yildan. Muzaffar, Urganchdan shu. Farhod, Savoddan keldim. Dilshod odim, Qozog'istonga. Bugün programma bo'limiz tomonidan o'tkazilgan konkursni 5 tane g'olibini chaqirganmiz. Hozir kimga novg'a sovg'a tushganini aniqlaymiz. Yodlaringizda bo'lsa, birinchi o'rinda Umra safari, ikkinchi o'rinda 777 nomer, uchinchi o'rinda Tanirov ruxsatnoma, to'rtinchi o'rinda Neoline antiradar, beshinchi o'rinda Kenut kolonka qo'ydik. Xudo xolasa yana 5 tane g'olibimiz Lototronining ichidan chiqadi. Pramo efirda 30-dekabr kuni aniqladik. Bugun yana ishxonamizga chaqirdik. Xudo xolasa kimga novg'a tushganligini aniqlaymiz. Mikrofon baktir. Bir adlarını so'rab og'amlar bilan. Og'a adı kim edi? Shamshod, Shamshod, nereden geldingiz? Qozog'iston. Qozog'iston, ha? Zo'r. Avvaldan mijozimizmisiz? Navoiy Iroq Red Bull programma urib ketdim. Ha, Undan tayinroqqa zo'r. Shamshod aka. Og'a, siz adı kim edi? Tohir, Tohir aka. Siz nereden geldingiz? 4 yildan. 4 yildan, ha? Avvaldan mijozimisiz, ha? Programmadan chiqib yaxshi o'tdikmi? Yo'q, zakon. Bo'ldi, zo'r, xursandmiz, aka. Muzaffar. Muzaffar aka, nereden geldingiz? Urganchdan shu. Urganchdan, ha? Zo'r. Nomashina programma o'rdirdingiz? Gentra. Jantra, ha? Zo'r, yaxshi yurtdikmi? Tabriklaymiz, aka. Odam Farhod, Nereden geldingiz? Savoddan keldim. Savoddan faqat, aka. Programma o'rdirib ketdingiz, ha? Ovam mash. Zo'r. Nechuk yaxshi yurtdikmi? Bo'ladi. Bo'ldi. Og'a, sizniki? Dilshod odim, Qozog'istonga keldim. Qozog'istonga gelding. 2 dona Qozog'iston bormi shunda? Zo'r, tabriklaymiz ağa. Nomashina programma o'rdiradi. Cobalt. Cobalt, ha? Zo'r, hammangizni tabriklaymiz. Asa o'yinimizni boshlaymiz. 1dan 5 adon sonlar solingan lototrona hozir sonlarni oladilar. Kim qancha olinishini aniqlab olamiz. Asa, kim birinchi boshlasa? Ha? Gel. Bu yerda podarka emas, hozir son olinadi. Nechanchi olishingiz, bu yerda ishtirok etishingiz aniqlanadi-da. 5-chi olasiz. 5-chi ekansiz. Bo'ldi, tabriklaymiz. Gang ağa. Ag'a. Ikkinchi bo'ldi. Ikkinchi o'yin ishtirokchisi ham topildi. Muzaffar. Birinchi. Birinchi Muzaffar, og'amiz oladi, birinchi chiqarib beradi. Galing. Aylantirib beringmi? Az birini olasiz, bir ataviz avtomatikka chiqadi. Siz 4-chi olasiz ekan. Ağa bu sekindi. Oxirgi Changi qani. stankag'ani. 3-chi bo'lib olasiz ekan. Qog'oz qo'lingizda turarsiz. Hammada son berildi. 1dan 5 olun. Endi hozir bera g'oliblarimizni odlarini tashiymiz. 1dan 5 sanam oldi bu yana yozib yaratib ko'kmiz. 1 2 3 4 5. 5. 5 odamni adını yozib Lototronining ichidan tashladik. Endi hozir birinchi kimga tushgan bo'lsa, shu galadidan Lototronining ichidan bir dona qog'ozni oladi. Kimni odi chiqsa, shu odam eng kichkina sovg'amiz egasini aylanadi. Kenut kolonka, bu ham kichkina emas, 1 million 200 ming so'm turadi. 1 million 200 ming so'mlik Kenut kolonkamizni asa o'ynaymiz. Tayyormisiz? Asa birinchi kimga tushgan bo'lsa, kelasizmi ağa? Kan. O'zingizni o'zingiz chiqarib berishingiz ham mumkin, ağa. Uning bo'lsa mumkin. Ina Xafa bo'lish yo'q, ağa. Omad. og'amiz kim modini chiqarsa, shu Kenut kolonkani egasini aylanadi. Shamshod. Shamshod ağa, tabriklaymiz. Tabriklaymiz ağa. Kenut kolonkani egasini aylandingiz. Tabriklaymiz. Siz Tabriklaymiz, qanchadingiz? 5. 5. Bo'ldi. Oxirida olasiz ham hali. Shamshod og'amiz Kenut kolonkani egasini aylandi. Navbatdagi Joyingizda turing. sovg'amizni egasini aniqlaymiz. Sovg'amiz Neoline Antiradar bo'ladi. 7800. Hozir shorda kimni odi chiqsa, Neoline 7800 ni egasini aylanadi. Qani? Dilshod. Sen gang ağa. Keling ağa. Tabriklaymiz. Dilshod ağa. Neoline 7800 ni egasini aylandingiz. Tak, 2 million so'm ekan bahasi ağa. Neoline Tabriklaymiz ağa. 7800 dan. Açılmagan, tozasi sizga podarka. 3 tane ishtirokchimiz qoldi. Navbatdagi sovg'ani g'olibini aniqlaymiz. Bu nomda sizlar tonirovka ruxsatnoma. Xudo xolasa. Kimga geldi? 3-nima deysiz? Bag'am 3-chi Astanirovka ruxsatnomani egasini aniqlab beradi. Tohirbek. Tohirbek ağa, tabriklaymiz. tabriklaymiz. Tonirovka ruxsatnomasini, xudo xolasa. Tonirovka ruxsatnomaga ega bo'ldingiz ağa, tabriklaymiz.
Nov mashinani dokumentini bersangiz, shu mashinani tanlash ruxsatnoma olib beramiz. Tabriklaymiz aga. Bu 3 million 100 ming so'm bo'ladi sovg'aga. Tabriklaymiz. Endi 2 dona o'yinchi qoldi. 2 dona odammi odi qoldi. Kim bilan kim? Muzaffaramiz bilan Farg'atamiz hozir o'ynaydi. Bedan bir odammi kartochkasi olinadi hozir. Buni ichida qolgan odam Umra safarini yo'llanmani qo'lga kiritadi. 4-chi kim edi? Siz aniqlab berasiz. Mo'sh o'zingiz chiqarib berishingiz ham mumkin. Mo'sh tag'amam. Mo'sh Muzaffaramiz chiqarib berishingiz ham mumkin. Mana bu Umra safarini yo'llanmani egasi. g'olibi. Farhod. O'zingizmi? O'zingiz chiqdingizmi? O'zingiz chiqib ketdingiz aga. Ag'a, qarang siz ham. Zalov san xafa bo'lmang. 777 nomer. Siz 777 nomer sovg'a etamiz. Mashinani aytasiz, nov mashinligini biz 777 nomer daqib beramiz. Harfini tanlamaysiz, lekin 37 beramiz. Mashinada daqib beramiz. Aga, tabriklaymiz. Tabriklaymiz ag'a. Oxirdagi g'olibimiz Muzaffaramiz bizdan programma tashatib ketyaptilar. O'zlari Urganchdan ekan. Og'amizni Umra safari bilan tabriklaymiz, aga. Rahmat. Umra safarini bir kishilik yo'llanma albatta. Mijozimizga Umra safarini bir kishilik yo'llanmani topshirdik. Hammangizni yana bir bor tabriklaymiz. Bizdan xizmatimizdan foydalanganlaringiz uchun rahmat. Shunday konkursdan ko'p o'tirib turamiz, foydalanib turinglar. Yesangizlar xursand bo'lamiz. Hammaga sog'larimiz yoqdimi? Muzaffara, mikrofonni ber. Tilaklaringiz bo'lsa. Hammangizga rahmat. Ilohim hammamizga shunday yillab buyursin. Shunday nelar. Kutadingizmi? Endi niyat baradi. Niyat baradang. Zo'r ag'a, tabriklaymiz. Ham biratlarim bir ikki og'iz gap aytib bersinlar. Qanaqa? Rahmat, men tabriklayman sog'lig'ingiz bilan. Hammaga rahmat, tabriklayman shu sovg'alar bilan, shu o'yin haqqan ekan. Rahmat. Hammaga tabriklayman. Shunda kelib turib, nettoringlar programmalar. Hamma ishtirok etganlar uchun rahmat. Hamma sovg'alar zo'r bo'ldi. Hamma narsalarni oldi. Ishlaringiz rivojlanib bersin. Rahmat. Hammangizni tabriklaymiz. Urro!